Qaraqalpaqiston Respublikası Kegeyli rayonu ne bir baqsı, ne bir şıravlar, barcha jigitlar, palvonlar yeri. Albatta, shunday bir quyoshli Qaraqalpoq elini tek qana shaxsni to'y tomosha jarasadi. Bizdan uzoqlashmang, sizga zo'r shang'aliq bilan chiqamiz. Jasdan uqsab yegizgi Mektepga qatnadik biz birga Do'stlarim qo'shlasqisi kelmay 9-ni bitkirar gezdi Qo'shlashuv kechasini o'tkirib Attestat qo'lga olganimizda Ustozlarimiz da bizga hayron Yer jetib qolganimizga Ustozlarimiz da bizga hayron. Bir klassda qıvrılasıb oturar edik, şıvırlasıb. Yadınızda var mı dostlar? Klasslar, ağlamanlar, kızlar. Ondan 20 yıl aldın tap usu öne qarındaşlarımızday 90-cı yılga doğulgan ağalarımız, aşapalarımız tap usunday olup sabıqda oturadı. Assalamu alaikum, bizni ko'rib o'tirgan qadrli do'stlar, barchaga xayrli kun. Allah nasib etib, bugun Kegeyli rayon nomeri 41-sanli Ulug'movodda bilim berish maktab quchog'ida Xudo xolasa 9-iyun kuni bo'lib o'tadigan 90-yilga to'lgan ağalarimizning, aşapalarimizning 20-yillik kechasini barchangizga mirat etuvga mehmon bo'lib kelib qoldik. Albatta, 20-yillik kechasining birinchi bo'limi maktab quchog'ida, ana maktab, ana ustozlarimiz bilan birgalikda aq tilekler, duayı patiyalar bilan bo'lib o'tadigan bo'ladi. Ikkinchi bo'limi bo'lsa, poytaxtimiz Nukus qalasida Emerald to'yxonasida bo'lib o'tadi. Kechimizning mehmonlari Qaraqalpaqiston Respublikasına xizmat ko'rsatgan artist Bayram Berdebay. Janida nur shashib kulib turganing, ma'gan eslatadi sho'lding jayraning. Janida O'rta Asiya xitmeni Ilham Joldasbayev mehmonda bo'ladi. Kırşağam kızlar sınıp turmadan Şürrükümün jartısı Qayda жүрсең болғанма. Kechimizga qadrli ata-analarımızda, qimmatli ustozlarimizda, janida o'sha maktabda tenglis bo'lib o'sgan 91 yigit qizlarin, qalaverdi 89 yigit qizlarin mirat etib qolamiz. Biz bilan bayram kechasini zo'r etib o'tkazishga barchangizni chaqiramiz. Hurmat bilan Jetesbayev Alimbetov, janida Bravo Cinema studiyasi.